Assalomu alaykum hammaga, jonlar tinchmi? Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan Hurmatulloh. Sizlar Hurmatulloh kanaldasizlar. Anchadan beri bilasizlar, примерно 1 oydan oshib qoldi, 2 oydan beri Taksopark igrani reklama qilib kelyapmiz. Vykupga va arendaga ariza mashinalarini berishyapti. Bundan keyin ularda minimalka va prime komplektatsiyasi bor edi, maksimalkalar yo'q edi. Maksimalkani juda ko'pchilik so'rayotgan edi, biz ham o'zimiz ham kutayotgan edik. Chunki baribir Vykupga baribir maksimalka olishar ekan ko'pchilik va maksimalka meni fikrim bo'yicha ham to'g'ri narsa ekan o'zi aslida. Chunki keyin gelida o'ylaydigan bo'lsa, sotishingiz ham oson, keyin arendaga beraman desangiz, arendaga berishingiz ham yaxshi. Yaxshi narsa xohlagan narxingizda, xohlagan joyingizda berib olasiz. Xuddi shunga o'xshab maksimalkalar chiqib qoldi Taksopark igrada. Biz ham qarab turmasdan danni avtomobilni bosib yordik-ku. Mashina ko'rib turganinglarda soska yangi paketlarda turibdi. Inshaalloh o'zimiz hozir bitta polnisi bir qator nyuanslarini, plus minuslarini ko'rsatgan holatda va sizlarga raspakovkani qilamiz va aytganimdek, o'z fikrimni shu mashinani olganimizga 2 kun bo'ldi. Yurdik, ozgina bu yoqdan bu yoqqa yurib, dokument ishlarini tipi taksiga tayyorlab oldik. Tayyor edi o'zi, prosta anaqa osmotrdan o'tish kerak edi. Выходной kun kelib qoldi biz olganda. Hozir o'sha osmotrlardan o'tdik, mashina o'sha taksiga tayyor. Shu muddatda ozgina minib, ozgina bo'lsa ham fikrga ega bo'ldik. Aytganimizdek, maksimalniy full komplektatsiyasida, diskalari ham qora, ko'rganlarda u faqat fullda bo'lar ekan. Panorama, lyuk, память сидений, вентиляция, охлаждение, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, право полоса удержаниyalar hamma yo'q bor ekan. Bundan tashqari yana qanaqa fishka, qanaqa nimalari borligini yana dars video davomida poyezdkada ko'rsatamiz. Hozir bo'lsa sizlar bilan birgalikda mashinani полностью raspakovka qilamiz. Qani bo'lsa ketdik. Menda bu narsa birinchi marta o'zi aslida birinchi mashinam ham o'zim yaxshi. Bu narsani sizga keyinroq aytib beraman. Hozir bo'lsa raspakovkani boshlaymiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani sidenadan boshlaymiz. Водительligidan. Yo bismillah. İplar ham bor ekan. Tak. Bergisi yo'q, bergis. Hop. O'zbekistonga, Toshkentga borganimda 3-4 yil oldi. 3-4 yil emas, ancha bo'lib qoldi, 7 yilcha bo'lib qoldi shekilli. Mashinalarni ko'rgandim. Probegi normal yurib qo'ygan bo'lsa ham, mononisini qoldirishar ekan. Paketini, madeginisini izolentada ushlab yurib bo'lsa ham, paketi qolar ekan. Shtobi nimaga desam, mashina eski, olinib bo'lgan, o'zining mashinasi desam, shtob yangiligi bilinib tursin deyishar ekan. Endi u narsani yomon deb o'ylamayman, chunki hammaga har xil narsa kayf beradi, tipi. Kimgadir mana shu narsalar kayf beradi. Oba, zakadr. Orqaga o'tadigan bo'lsak, tak, bu yerda meni kurtkalarim bor ekan. Shuni ham orqaga o'tkazib yuboramiz. Bunday qilsak, taksidan chiqarib, hop. Ustoniga tushmay qo'ydik dars. O, tushdi. Tak, o. Bismillah. Oba. Hop. Hop, hop. Va yana 3-ochkovый. Oba.
Endi bo'lsa spinkasiga kelamiz. Tak, spinkasini nima qilsak? Tak. Burada bunisi ham bor ekan. Короче, mashinani bitta kasyagini topdim. Zavodda qilishganmi, qayerda qilishgan bilmadim-ku. Uni hozircha turib ko'rsataman. Nari tomonga o'tganini ko'rsataman. Ay. Yechilyapti-mi? Tak. Ha? Oba. Yangi mashina o'chishi, naslotovka qilish qanaqa ekan? Boshqacha. Ssenariy buttali iPhone'dan ustiligini shlyonkasinda ishilishadi-yu. Xuddi shunga o'xshash. Faqat jitcha yana ham boshqacharoq. Kasagi bo'lsa bu yoqqa kerak. Bu mashinaning kasagi emas, zborkaning kasagi. Qo'g'iraman. Ko'ryapsizmi? Kasak qilib, no bu to'rlanadigan narsa. To'rlanadi. Tak. Трехочковый. Просто mana buni chiqarib turib, uni ichiga kirgizib qo'yish kerak, lekin menda уже siniq bor ekan. Patologda siniq bor. Ну, как говорится, дареному коню зубы не смотрят, видишь? Это не совсем даренный, конечно, но все равно. Так. Ай. Koja, roja deydi. Atak orqasiga hali beri o'tirib ko'rmadim. Hozir sizlarni bir yerda o'tirib ko'ramiz. Ha? Oltini нормально, да. Но смотря с чем сравнивать. Hozir uni поездкада gapirib beraman. Chunki есть nüans. Bu haligi nima qilishni mensimasligi yo nimada emas, чтобы misol uchun bironta olmoqchi bo'layotgan insonlar bar bilish uchun bu obzor dediku baribir videoda. Чтобы nima sizlarni kutyapti. Narsani aytib berishga harakat qilamiz hozir. Hop. Трехочковый. Oba. Voy uchib ketdi. Oldi sideniyani ham yechib turib. Tak, orqani ham jitcha shtrix hot ketibdi, maqtaylik. Tak. Manoni bo'lsa kimdir shilib qo'ygan ekan. Kim bilmadik. Adamash qola olmabdi shekilli. Qop turarsiz. Pakashdi. Yangiligi bilinib tursin. Sizga. Yaxshi tutishni o'rganing. Трехочковый. Внутри машины. Так. Oxirgi chirtalar. Ayo, oxirgi emas, orqadagi bagajda yana nimasi bor, elementlari bor, ularni ham solib qo'ysak. Bundan keyin bo'ladi. Tak, qarang. Mana qiz ayol kishilar nima qarang-da. Ayol kishilar mana sekretini kim biladi? Mana shu zerkalaga tegishli bunday. Bilsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Qitmir ayollarni, nimalarni o'ylab topdingiz? Qani, bismillah. Endi mana bu yerdan, tak. Manasini shilib qo'yishdi.
Nice. Так. Yurtingizni ham. Mana shu aytib o'tib ketadi, mana shuni lekin bilmadim. Как будто китайский. Подсветкasi просто polasa bo'lgani yaxshiroq, menimcha. Yana fikrlar aytib qoldiringlar. Oh. Nice. Va rulda ikkita element qolib ketdi mana bizda. Так. Раз, два. Раз, два. И oxiri yana bitta oxiri bor ekan, hozir to'xtab turinglar. Вот это тебе. Вот. Ой. Qani. Так. Endi bo'lsa bagajda ishqilib musullar shu yoqqa solib qo'ymadingizmi? Yo-mayo. Tak. Buni oldin taydan olamiz. Bor shu ekan. Bu yerda bo'lsa polilarimiz. Polilarni almashtiramiz faqat. Hozircha shuni qo'yib turamiz. Eva kovrik qilib beradigan zo'r akaxonlarimiz bor. Buni keyingi videolarda ko'rsatamiz. Tak. Yana solib qo'ysak. Buni hali yana pistonlari bo'ladi, mana qatirib turib, чтобы плотно ushlash uchun. Knopkalari bor. Походу qadadir qoldirib ketishib shekilli. Bo'lish kerak edi o'zi aslida. Bor edi ekan. Kecha akam olib ketuvdi. Unda bor edi ekan. Tak. Zerik ketmayapsizlarmi tomoshabinlar? Atam men mazza qilyapman. Ana uchib ketdi. Knopka. Knopkasi uchib ketdi. Bor ekanmi? Bor ekan u. Lashman o'ziga aytaganman. Tak. O'zini ko'ringlarni o'g'lim, mana shu puchtasi yirtilib ketadigan ekan mana. А? Не, нормально. Сейчас не надо? Или надо? Можно ставить даже. Так. Endi bu yoqqa keling. Tashqi plyonkalardan oldingi mashinalarda Lida, Maybach'da ko'rgan bo'lsangiz, bizni kuzatadiganlar biladi. Mana qoraytirayotdik. Bunda уже полностью black piano ekan. Nazmadagi plyonkalarni yechib olsak, yanada ochilib qoladi mashinamiz. Так. İşçiler için. Oba. İyi.
Kleylarni qolib ketyapti lekin. Bir qator xat o'rish kerak ekan. Uchib ketdi. Tak. Hey, mana musor qildi. Da, mana musor qilyapti. Yozinglar, yoz. Musor qilmayapmiz, hozir ham bizlarni olib turishibdi. Hali efir qilsa, anaqa Rossiyada nimalar yurishibdi-yu. Hali tipa bir narsa organizatsiya chiqib qoldi-yu, tipa migrantlarga anaqa qilishib yurishdi-yu. Nima edi? Rusko обществоmi? Ashnaqa aytib qo'yish kerak, ashnaqa tashlab qo'yamiz deydiganlar paydo qoldi. Oba. Tak. Olib tashlaveradi sekin-sekin. Kesilgan ekan bu. Kosyak. Oba. Aytganimizdek, mashinani 2 kundan beri minib yuribmiz. Ozgina bo'lsa ham plyus minuslarini bilgan holatda. O'zi nimaga ariza 8 tanladik. Aytganimdek ham o'zimga ham oldim. Ko'rib turganinglardek. Boshqalarga ham reklama qilyapmiz, rekomendatsiya qilyapmiz. Bu park bilan tanishishimizdan oldin juda ko'pchilik ariza so'rashyapti. Boshqa parklar reklama qilayotgandek, arizani yaxshi uslovlarda beradigan odam kam bo'layotdi. Bu park bilan tanishganimizdan keyin, bularni rekomendatsiya qilishni boshlaganimizdan keyin juda ko'pchilik bu yerdan olishdi. Va ularga qo'shilib, biz faqat shu maksimalniy komplektatsiyasini kutayotgan edik. Baribir o'zimizga olsak, baribir lutchi maksimalniy komplektatsiyani olganimiz yaxshi deb. Plyuslaridan boshlasak, agar mashina bari hozir как бы Koreya, Yaponiyaning mashinalari kelmayapti Rossiyaga. Kelyapti Koreyadan buvishli mashinalar, minilgan mashinalar kelyapti. Bizga bo'lsa, misol uchun Rossiyaga, Moskvaga hozir yangilardan faqat Xitoy mashinalari kelyaptimi? Oldin taksida Comfort Plus'ga mashina izlayotgan insonlar bo'lsa, 3 ta favorit bo'lardi. Bu Sonata, Kia K5 va Camry. Camry ular doim prioritet yurardi. Undan keyin misol uchun zakaz berayotganda ham zakazga ham mana shu narsalar katta vliyoyat qilardi qaysi mashinalarda prioriteti bor mashina bo'lsa, ashlarga birinchi zakaz beradi, undan keyin qolganlariga berardi. Prioritet reytinglardan tashqari yana shu narsaga ham e'tibor berilardi. Doim сравнивать qilsangiz, yaxshi zakazlarni mana shu mashinalar olardi. Shu 3 ta aytib o'tib ketgan mashinalarimiz. Hozir Xitoy mashinalari keldi, har xillari keldi. Crossoverdan tortib boshqalariga. Ularning ichida 1-2 yildan beri как бы favorit bo'layotgan Xitoy mashinalaridan bu o'sha ariza bo'ldi. Juda ko'pchilik уже sinovdan o'tdi, juda ko'pchilikka bu mashina yoqdi. O'zini qanaqadir fan bazasi, o'zini lyubitellar уже paydo bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsak, har xil bloger, taksida yurgan akalarimiz bor, ular ham obzorlar qilishgan, boshqalar qilishgan. Boshqa mashinalar bilan сравниваниялар qilishgan. Ularda ham mashina juda ham yaxshi o'zini ko'rsatgan. Chery'dan jalb tushayotgan, Chery brendidan jalb tushayotgan mashinalar bu Tiggo 4 va 7 Pro'larda boshida chiqayotganda korobkasidan problema bo'layotgan edi. Hozirgilarda уже нормально deyishyapti. Hozir unaqa problema yo'q deyapti. Arizada bo'lsa, misol uchun u darajada hali beri o'zini ko'rsatgani yo'q. Problemalar chiqayotgan bo'lsa ham, как обычный boshqa mashinalarda ham в любой brendda ora-orada bir qanaqadir nedostatik, nedoучет bo'lib qo'ygan mashinalar bo'ladi. Любой mashinada, Mercedeslarni ham ko'rsangiz, hali yoq-bu-yoq g'ichirayotgan, cheki yonib qolgan, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Shunga o'xshagan narsalar bor bunda ham. Shunaqa kichkina nyuanslar paydo bo'lib qolgan. Ata globalniy
ошибkalar hali beri chiqqani yo'q, chunki 100 ga endi yetib borish shekilli 100 dan o'tgan mashinalar kam. Mashina mingan inson biladi. Minuslari shu 100 dan keyin paydo bo'ladi. А так в целом удобно. Misol uchun pamять сиденьялari bor. Как Mercedesga o'xshab управление mana eshikda ekan. Подсветкалар приятно, яркий. Anaqasini настройкасini o'zgartirib, jicha bo'li pastroq qo'ysa ham bo'lar ekan. Panorama ham вроде bor. Что-то men hali beri o'rganib olaman. Ba'zida esdan bittada ochilib ketadi, ba'zida ezib turish kerak bo'lyapti. Panorama va lyuk. Lekin bunday olib qaraydigan bo'lsak, operatordan so'raymiz, iltimos qilib ko'rsatishdi. Bunday qaraganda как бы дешево ko'rinar ekan. Не, подожди, пока не открывай. Qarasangiz, temir, как бы kuchni ko'rinib turar ekan. Qarang, yuzimga qarang. Ko'rasizmi, qo'lim yog' bo'ldi. Qo'lim bo'lsa mak qo'ygan edim. Qarang. Bu menimcha salonda bo'lishi kerak emas bu narsa. Salonda dostupni joyda bo'lgani yaxshi emas bu narsa. Ko'rasizmi? Bu yog' endi tipo texnический момент, но boshqa mashinalarda qarasangiz, bunday qaqda bu to'silgan bo'ladi. Bunda bo'lsa shunaqa joylari bor ekan. Qo'limizga atoramiz, yorilmasdan yuradi. Va menga o'zimga, misol uchun, o'zimning fikrim, o'zimga удобством, menga yoqmagan narsa, misol uchun, mana rulni maksimalni низкий положенияsi mana shu. Bundan darshi низкий bo'lmayotgan, bu yoqqa kelyapti, faqat pasti shu bor shu ekan. Men boshqa mashinalar bilan сравнивать qilganda albatta, yana bu ham men uchun, именно o'zim uchun не очень удобно, unchalik удобнее emas. Chunki pastroq tursa, taksida yuramiz, charchaysizmi qo'lni, просто podlokotnikka qo'ygan holatda ushlab ketsangiz, misol uchun, men boshqa mashinada bunday ushlayman, o'zim podlokotnikda turgan bo'ladi qo'lim, zakansiz tushadi. Juda ham удобный, charchamaysiz. Ba'zi mashinalarni bilsanglar, odam charchab ketadi-yu, 5-6 soat yurdi, charchab yelkalari to'lib ketadi. Mana shu narsalardan влиять qiladi narsa. Bu menga yetarlicha pastga tushmasin, turibdi. Bu endi sizlar uchun obzor bo'lyapti, nolish emas, чтобы olmoqchi bo'lgan insonlar o'zi uchun bilishi uchun. A так в целом hamma ishlayapti, нормально. Hamma joyida. Rasxodlarni пока что men o'zim bilmayman. Boshqalardan eshitishim bo'yicha 7, 8, 9 litr shu atrofida ichyapti ekan. Rossiyada yurganlar shunaqa zo'r mashinalarni olib, inshaalloh ishlar rivojini bersin. O'zingizlar ham mashinalarni ham olinglar, uyga ham pullarni chiqarib turinglar. Pul chiqarish bo'yicha aytgancha, misol uchun har xil hozir условиялар bo'lyapti, chiqarish qiyin bo'lyapti. Bir zo'r yangi ilova chiqqan, приложение Arbuz degan, tipi азиатский, endi biz yaxshi ko'rgan narsa nomi qo'yilgan inshaalloh. Arbuz degan приложение kirasizlar. Hozircha пока что O'zbekistonga самый выгодный kursda pul chiqarsanglar bo'ladi. Kartaga tashlaysizlarmi, nomiga chiqarasizlarmi, pastda описаниеda ссылкаларni qoldiramiz, QR kodlarni qoldiramiz. O'tinglar, Play Market va App Storedan ko'chirib turib, самый удобный, выгодный kursda chiqarsanglar bo'ladi pullarni. Hozircha O'zbekistonga 1-2 oydan keyin inshaalloh harakat qilib Qirg'iziston va Tojikistonlarga ham выгодный условияlarda pul chiqarsanglar bo'ladi. Hamda meni promokodim bilan 50500 promokodu bilan pul chiqarsanglar yanada skidkasi bor. Yanada удобный, yanada выгодный kursda pul chiqarsanglar bo'ladi. Komissiya yo'q. Pastda ссылкаларni qoldiramiz aytganimizdek. O'tinglar, pul chiqarmoqchi bo'lsanglar, Arbuz ilovasidan, Arbuz предложениясidan
qo'llaninglar. Shu bilan bu videomiz qisqa lo'nda raspakovka bo'ldi. Baribir so'nggi qaror har bir insonning o'zidan. Men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsa, men o'zim juda ham davolinman. Bu vybordan, bu mashinani tanlaganimdan. Inshaalloh dальнейшем o'zi mashina qanaqa ko'rsatadi, bizni kuzatib borsanglar, har birini inshaalloh aytib o'tib ketamiz, aytib yuramiz. Men o'zim bo'lsa, как обычно oldingidek ultima tariflarda ishlayman. Bu mashinani o'zini ishlari bor. Lekin bu mashina doim o'zimizda bo'ladi inshaalloh. Vykup temasiga sizlar bilan bir to'xtalib o'tib ketsam degan edim. Chunki biz Vykupni bu yerda hozir основной reklama arenda bilan Vykup ketyapti bu taksoparkda. Boshqa yerlarda ham oldin reklama qilgan edik Vykuplarda va ko'pchilik Vykupni reklama qilishmayapti. Chunki Vykupni temasi ozgina nozikroq. Chunki ba'zi voditellar, o'zi основной voditellarda o'zida ayb bo'ladi ko'pincha, vaqtida to'lov qilmasa, o'sha kontraktda misol uchun договор yozilayotganda mana punktlar yozilgan bo'lishi mumkin, что какой-то просрочка, mashina berilmaydi degan punktlar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun обязательно mashina olayotganda, Vykup olayotganda основной erikmasdan sizlarga vaqt beriladi. Просто qo'lga qo'yib mashinani olib chiqib ketmasdan, просто o'tirib, menga vaqt beringlar, bitta burchakka borib olib, полностью o'qib, tushunib, agar iloji bo'lsa, imkoninglar bo'lsa, yuristga ko'rsatib. Taksopark igradan keladigan bo'lsak, vладельцlar, ishchilari aytayaptiki, что да, ko'ringlar, ko'rib chiqinglar. Undan tashqari yuristga borib turib, o'zinglar договор tuzib turib, bizga olib kelsanglar, biz ko'rib chiqamiz, unga дополнительный договор ham qilib beramiz, deyapti. Bizni zadachamiz, biz blogerlarni, shunaqa sotsiyada olib boradigan insonlarning zadachasi qanaqadir produkt bo'lsa, uni sizlarga bir ko'rsatish. Imkonimiz boricha bu narsani tekshiramiz. Ishonchlimi, boshqami, imkoni boricha tekshiramiz. Imkonimiz jicha yetmagan yerlari ham bor albatta, chunki bizga misol uchun reklamalar chiqadi. Biz boramiz, gaplashamiz, nimani reklama qilish kerak desam, manaqani deb turib, maksimalni o'zini yaxshi ko'rsatadi. Misol uchun ba'zi tekshirib, bilib reklama qilyapsiz. Lekin baribir oxirgi vybor sizlarning o'zingizlardan bo'ladi. Vykupga olmoqchi bo'layotgan insonlar baribir har bir joyda e'tibor bilan qaranglar. Bu meni чисто такой sovetim. Kiringlar, kontraktlarni ko'ringlar, baribir договорda misol uchun bu yerda meni ismim yozilgan bo'lmaydi. Taksoparkda vладельцini va sizlarning isminglar, undan tashqari shartlari yozilgan bo'ladi. Bu yerda misol uchun biz nimamiz bor. Biz sizlarga ko'rsatib beryapmiz, mana выгодный, yaxshi, ishonchli bor ekan deb sizlarga ko'rsatyapmiz. Dальше o'zinglar uchun albatta o'zinglar kuyib qolmasliklaringiz uchun baribir o'zinglar tekshirib olganlar yaxshi. Igra taksoparkga keladigan bo'lsa, aytganimdek, yuristingiz bilan kela olasiz, xohlaganingizni tekshira olasiz. Baribir конечно, vybor o'zinglardan. Biz mana olib minib yurganlar juda ham ko'p, juda ko'pchilik oldi bizning orqamizdan kelib, omadinglarni bersin, mashinalarni yaxshi kunlarida xizmat qilsin sizlarga. Biz ham sizlarga qo'shilib mana bittasini bosordik, ko'rib turganlardek. Bu video maqtanish emas, no sizlar uchun bir qanaqadir bir именно данный mashina haqida sizlarga bir informatsiya bergim keldi. Xullas shunaqa. Agar ariza olmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, описаниеga tushsanglar va pastda ekranlarda ham nomerlarni qoldiramiz. Taksopark igraga murojaat qilinglar. Обязательно hurmatli nomimizdanmiz deylar. Shundagina biz aytgan skidkalar ish beradi. Bizning nomimizdan boshqacha usloviyalar, boshqalarga qaraganda boshqacha, выгодныйroq usloviyalarda Vykupga va arendaga ariza mashinalarini olsanglar bo'ladi. Shu bilan bu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyalarda iliq so'zlaringizni, tabrik so'zlaringizni inshaalloh kutib qolaman. Bu mashinaning taqdirini bo'lsa, videolarimizda ko'rsatib boramiz inshaalloh. Nomeriga kelsak, Lida 500 da yurardik, ko'pchilik 500 deb tanirdi. 500 chiqmay qoldi. To'ri bor, 504. Inshaalloh bundan tashqari yana bitta mashina olish niyatida yuribmiz. Уже inshaalloh ultima tarifiga agar o'xshab qolsa, hozircha manaqa holatda o'xshab qolsa albatta sizlarga ko'rsatamiz. Bu jicha mushkulroq bo'ladi olish bu mashinani. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, bizning kanallarda ko'rishingiz mumkin bo'ladi inshaalloh.
Xulosa shunaqa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har bir layk bosgan insonlarga bundan ham zo'rlari nasib qilsin inshaalloh.